Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsda biz sizlar bilan question tag'da ingliz tilidagi gap oxiridagi savollarni birgalikda ko'rib chiqamiz. So'zlashning mulohazani tabiiy va samarali qilishning muhim vositasi hisoblanadi bu va bu mavzuni o'rganish orqali siz tabiiy suhbatlarda ishlatiladigan shakllarni birgalikda o'zlashtirasiz. O'zbekcha question tag nima va qachon ishlatiladi? O'zi bu tasdiq so'rash ma'nosini bildiradi, ya'ni gapdagi ma'lumot to'g'riligini tasdiqlash uchun ishlatiladi yoki ma'lumotni tekshirish. Ba'zi bir ma'lumotlar haqida qo'shni, ya'ni shaxsni so'rash yoki ma'lumotni tekshirish uchun aynan biz question taglardan foydalanamiz. Yoki uchinchi, suhbatni yumshoqroq qilish, gapni qattiqroq emas, hamrohlik hissini uyg'otadigan tarzda ifodalash uchun. For example, it is cold today, isn't it? Buyruq, bugun sovuq, shunday emasmi? Bu gapiruvchi ob-havo haqida tasdiq olishni xohlaydi qolgan insonlardan. Muhim qoidalardan biri shundaki, musbat va inkor shakllari, ya'ni musbatga inkor tag bo'ladi. Agar birinchi gapimizning asosiy ma'nosi musbat, ya'ni pozitiv bo'ladigan bo'lsa, u question tag emas, negativ bo'lishi kerak bo'ladi. For example, she is happy, isn't she? Bu masalan, xursand shunday emasmi ma'nosida. Inkor gap yoki masalan negativ gap birinchi bo'ladigan bo'lsa, undan keyin u question tagda pozitiv gap bo'ladi. For example, they aren't ready, are they ma'nosida bo'ladi. Bu qoida barcha question taglar uchun asosiy xizmat qilib, asos bo'lib xizmat qiladi. Gap qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, taqdir unda qarama-qarshi bo'ladi ma'nolari. Okay, question tag tuzishiga ko'ra, birinchi yordamchi fe'l, gapdagi yordamchi fe'l yoki modal fe'l lar yoki olmosh, gapdagi o'rnida olmosh, inkor belgisi agar kerak bo'lsa, not yoki uning qisqa qaritmalaridan foydalangan holatda tuzamiz. For example, you can swim, and you can fe'li yoki you olmoshi. He has finished, hasn't he? Has fe'li, ya'ni yordamchi fe'llardan foydalangan holatda yasyapmiz. We are late. Biz kechqurunlik, aren't we? Shunday emasmi? Are fe'li va we olmoshidan foydalangan holatda. Va do, does, did bilan question taglarni quyidagicha yasaymiz. For example, do yoki do not present simple uchun bo'ladigan bo'lsa, you like coffee. Sen kofeni yoqtirasanmi? Don't you? Shunday emasmi? Sen kofeni yoqtirasan, shunday emasmi? Deb tasdiqlayapmiz insonlardan so'rash uchun. Does yoki doesn't desa uchinchi shaxs uchun biz quyidagicha foydalanamiz. She works hard, doesn't she? Qattiq ishlaydi, shunday emasmi? Ma'nosida, ya'ni u shunaqa qilishi rost emasmi, haqiqat emasmi ma'nosida tasdiqlab, odamlardan tasdiqni kutyapti. Did yoki didn't ham xuddi shunday past simple uchun bo'ladi. Visited Samarkand, didn't ular Samarqandga tashrif buyurishdi. Shunday emasmi? Ular haqiqat emasmi ma'nosida. Modal fe'llar bilan ham question taglarini tuzamiz. Can't va masalan can'tga can't qilamiz, willga won't, shouldn't, mustn't. For example, he can drive, can he haydashni biladi, bilmaydimi yoki she will come, won't she u kelmoqchi, shunday emasmi? Yoki we should go, shouldn't we? Biz ketishimiz kerak, shunday emasmi? You must work, mustn't you? Sen ishlashing kerak, shunday emasmi? Ma'nolarda modal fe'l yordamchi fe'llar sinfi ishlatiladi va ularning inkor shakllari question tag hosil qilinadi. Maxsus holatlar, ya'ni masalan, for example, I am bo'ladigan bo'lsa, u inkor shaklida aren't bo'ladi. I am late, aren't I? Normal qoida, ya'ni I'm not I bo'lardi, lekin bu yerda qismatan aren't I ishlatiladi. Bu doimiy asosiy qoidalardan biri bo'ladi. Let's bo'ladigan, masalan, let's start bo'ladigan bo'lsa, shall we dan foydalanamiz. Let's ga doim shall foydalanamiz. Shoshiling, boshlaymizmi? Taklif gaplar uchun maxsus shakl hisoblanadi shall. Buyruq gaplar uchun open the door bo'ladigan bo'lsa, will you dan foydalanamiz. Eshikni och, iltimos, buyruq gaplarda will you ishlatiladi. Punctuation ikkala usul bo'ladi. Ko'taruvchi ohang. For example, you don't know him, do you? Masalan, gap oxirida ovoz ko'tariladi. Bu haqiqiy savol. Gapiruvchi haqiqatdan ham ma'lumotni olishni xohlaydi. Ovqatning farqi gap ma'nosi yoki ma'lumot maqsadini aniq ifodalaydi. Sen buni bilmaysan. Masalan, bilmaysan, shunday emasmi? Balandroq intonatsiya, kuchliroq chiqadi oxirida. Aytishuvchi bo'ladi. Nice weather, isn't it?
Masalan, gap o'rtaga tushadi. Bu tasdiq kutish, masalan, havo, yaxshi havo shunday emasmi? Tasdiq kutyapmiz insonlardan. Xatolar haqida gapiradigan bo'lsak, o'quvchilar odatda, ikkala pozitiv biz birinchi gapimiz pozitiv bo'ladigan bo'lsa, question tagida ham pozitiv qoladi. Afsuski, bu xato bo'ladi va to'g'ri variant pozitiv pozitiv bo'ladi. She's her, isn't she bo'ladi yoki you didn't you ma'nosida foydalanamiz. Uchraydigan xatolar qoidaga amal qilmaslik, musbatga musbat qo'shish, noto'g'ri yordamchi fe'l tanlash ham bo'ladi. Mashqlarni ko'rib chiqamiz, unga vazifa sifatida beraman va asosiy mavzular shundan iborat edi va qisqacha aytadigan bo'lsam, o'quvchilar question tag qiyin emas, shunday emas ma'nosida. Okay guys, thank you for it. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.